Hasan va Husan so'zlarining lug'aviy ma'nosiga hamda ularning ismlarga aylangunga qadar bosib o'tgan moziy yo'liga yuzlansak, tarix jozibasi va o'tmish falsafasi faqat Dervishnot sahifasida. Hasan bu ism jonli arab tilidan o'zlashtirilgan bo'lib, yaxshi, chiroyli, munosib kabi ma'nolarni o'zida jamlagan hasinun o'zagi bilan bog'liqdir. Husnun so'zi esa go'zallik yoki go'zal fazilat tushunchasini ifodalaydi. Klassik leksikografiyada Hasan chiroyli, yoqimli, yaxshi deb ta'riflanadi va aynan shu sababli bu so'z tabiiy ravishda shaxsiy ismga, insonning xulq-atvori va taqdiri go'zal bo'lishi uchun ezgu tilakka aylanib ketgan. Hasan so'zi xatti-harakat yoki fe'l-atvorga maqtov sifatida ham qo'llangan. Qiziq tomoni shundaki, Husan ismiga aylangan Husayn umuman boshqa so'z emas, balki o'sha Hasanning kichraytirma shaklidir. Sababi arab an'anasida kichraytirish ko'pincha kichiklikni emas, balki yurakka yaqinlik va mehrga to'la hurmatni bildiradi. Qur'oni Karimda bu o'zak axloqiy yo'nalish sifatida jaranglaydi. Ya'ni odamlarga go'zal so'z ayting kabi. Islom axloqining asosiy g'oyalaridan biri bo'lgan ihsanu, ya'ni ehson ham yaxshilik qilish va mukammallikka intilish atamasi o'laroq xuddi shu o'zakdan yasalgan. Bu ismlar arab madaniyati ila Eron, Anadolu va Markaziy Osiyoda keng tarqalgach, o'ziga xos mahalliy talaffuz shakllariga ega bo'ldi. Masalan, buni Husayn ismining Husanga aylanishida ko'rishimiz mumkin. O'zbek an'anasida Hasan va Husan egizaklar uchun juftlik ismlariga aylandi. Lekin bunday ismlar nafaqat egizaklarga, balki ketma-ket tug'ilgan aka ukalarga ham vorislik va baraka ramzi sifatida qo'yiladi. Shunga o'xshash tarixiy kontentni o'tkazib yubormaslik uchun Dervishnot sahifasiga albatta obuna bo'ling.